Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugungi sanamiz 17-aprel. Mana navbatdagi reysimiz bo'lib o'tyapti. Har doimgidek Toshkent o'zidan O'zbekiston nomerida davlat tomonidan qo'yilgan reysli avtobuslar. UzAvtotrans. Adresimiz har doimgidek Toshkent, Qo'yliq, Vodiy-Pitagi. Toshkent, Moskva kassasi. Telefon nomerlarimizni ekranda qoldiraman. Bemalol telefon qilib kelib ketishingiz mumkin. Avtobusimizni ichki sharoitlarini ko'rsatib o'taman, ko'rishingiz mumkin. Hozir video Ayollar, oilaviylar hammasi mana oldida ketadi. Opa, sharoitlar qalay avtobusimiz? Yaxshimi? Sharoitlarga gap yo'q. Oldidan o'tirdik, mana ayollarni hurmat qilishib ketyapmiz, xudo xohlasa. Joylar lyuks. Qayerda o'tiryapsizlar? Qo'yliq petagidan, Vodiy petagidan, Qo'yliqdan. Safaringlar bexatar bo'lsin, yaxshi yetib olinglar. Aziz vatandoshlar, bugungi kunda ikkita avtobusimiz yo'lga chiqyapti. Hozir bundan keyin ikkinchi avtobusimiz keladi. Mana qolgan odamlarimizni olib ketadi. Birinchi avtobusimiz 51 ta mestali avtobus, 51 ta odam bilan yo'lga chiqyapti. Ikkinchi avtobusimiz xuddi shunaqa UzAvtotrans 51 ta mestali, 43 ta odam bilan yo'lga chiqyapti. To'lsa, to'lmasa yuriladi. Reysiy biletlar